Qalampirmunchoq, ya'ni gvazika. Mana shu haqida, buning foydalari juda ham ko'p. Bugun mana shu haqida sizlarga ma'lumot beraman va retseptlar beraman. Albatta foydalanib, bu retseptlardan yaxshi natijalarga erishasiz. Birinchi retseptimiz, agar tishlaringiz sarg'ayib ketayotgan bo'lsa va tishlaringizda toshlar bo'lsa, uy sharoitida mana shu gvazikani bir choy qoshig'ini yaxshilab kofemolkada maydalab, unga yana bir choy qoshiqcha asal aralashtirib, ertalab tishingizni yuvganingizdan keyin o'sha aralashmada ishqalab tashlasangiz, sekin-sekin tishlaringizdagi toshlar erib ketadi va tishlaringiz mustahkam bo'ladi. Undan keyingi retseptimiz, hozirda ko'pchilikda shamollash muammolari bo'lyapti va immunitet pastga tushish muammolari bo'lyapti. Bunday paytda mana shu qalampirmunchoqdan foydalanamiz. Buning uchun 300 gram suv olib, uni qaynatib, qaynab turgan suvga yarim choy qoshiqcha qalampirmunchoqdan solasiz, 2 daqiqa qaynatasiz, undan keyin o'chirib qo'yib, iliq bo'lganda ovqatdan keyin kuniga 2 mahal ichishingiz mumkin, 2 ga bo'lib. Bu mana shu aytgan damlamamizni siz bir hafta mobaynida iste'mol qiling. Bir haftadan keyin sizda yaxshi natijalar paydo bo'ladi. Yana qalampirmunchoqning tengsiz bo'lgan yana bir xususiyati, bu og'zingiz hidlanganda har kuni bitta yoki 2 donadan shimib, undan keyin chaynab iste'mol qilish mumkin. Unda sizda og'iz kasalliklari, tish kasalliklari yo'qoladi va siz tanangiz yayrab, yosharishni ham boshlaysiz. Yosharish xususiyatiga ham ega.